Endi leksiyamizda boshlaymiz vatandosh. Bugun chislaga 2021-yil 11-oyning 9-kuni hurmatli vatandoshlar. Mavzu mundaq. Kechiring vatandosh. Su içkende dikkat kılayım dedim vatandaş. Her kadar vakit dikkat kılın. Mavzumunda. Prezident Joe Biden bilen Reis Xi Jinping söhbeti. Aksaray mındak görüşetti. Amerika Cumhuriyeti devlet rehberlerinin ekran arkalı görüş yoki söhbet ötküzüş şekli boyunca görüşüş to'g'risida kelishim hosil qilindi. Tafsilotlar tartibga solinayotdi. Mavzuli xabar 11-oyning 7-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. 11-oyning 8-kuni Oqsaroyda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida muxbir mundaq savol qo'ydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Cumhuriyet'nin Reis Xi Jinping bilan pat arada ekran söhbeti orqali ko'rishadiganligi to'g'risida sen ko'proq ushur bilan ta'minlab bera olamsiz yoki siz ko'proq ushur bilan ta'minlab bera olamsiz, siz aniq vaqtni aytib bera olamsiz deb savol qo'ydi muxbir. Bayonotchi ning javobi javob berib mundaq dedi: biz xuddi burun aytgandek biz Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti bilan prinsipli kelishim hosil qildik. Reis Xi Jinping bilan prezident Joe Biden 2021-yil oxiridan burun ikki taraf suhbat o'tkazishi belgilendi. 2021-yil oxiridan burun ikki tarafning suhbat o'tkazishi belgilendi. Bayonotchi mundaq ko'rsatdi. Bu bizning, ya'ni Amerika Cumhuriyeti davlatining davomli ko'rsatgan tirishchiligimizning bir qismi. Ikki davlat o'rtasidagi raqobatni mas'uliyatchan bir shaklda boshqarish, ya'ni tizginlash. Konkret natijaga izlanibla qolmay, shundaqla men deyman, bu nuqtani aniqlab bilishimiz lozim. Bayonotchi mundaq oshkorladi. Amerika Cumhuriyeti arada o'tkazadigan ekran suhbati to'g'risida xizmat qatlamida muhokamalar ketyapti. Ekran suhbatining detallari belgilanyapti. Lekin biz hozir sizlarga aytib beradigan har qanday bir yangi xabar yo'q. Lekin biz sizlarga aytib beradigan har qanday bir yangi xabar yo'q. Ekran yig'inining aniq vaqtini sizlarga aytib bera olmaymiz. Muxbirlarni kutib olish yig'inida bayonotchi Jim Perry mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti bilan Rossiya Federatsiyasi prezidentining yil oxirida ko'rishadiganligi to'g'risida mening sizlarga beradigan uchurim yo'q. Yana bir mavzu, vaziyat tahlil qildik. Dal mushu mavzuni diqqat vatandosh. Prezident Joe Biden hukumati Cumhuriyet'nin siyasi tüzümünü o'zgartirishdan voz kechdi. Xi Jinpingga nima signal berdi? Mavzuli xabar 11-oyning 9-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. CNN 11-oyning 7-kuni tarqatgan bir xabarda mundaq dedi. Amerika prezidentining davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan mundaq ko'rsatdi.
Amerikanın Jungoga qaratqan burunqi siyasetlari xata boldu. Amerikanın siyaseti arqali Jungoning siyasi tuzilmasini tüptün özgertmeymiz deyildi. Kechiringlar, Amerikanın siyaseti arqali Jungoning siyasi tuzilmasini tüptün özgertimiz deyildi. Bu herkes Prezident Joe Biden hükümetinin nişanı emas. Burunqi Jungo siyasetinde biz Jungoning siyasi tüzümünü özgertimiz deyildi. Amerikanın siyaseti arqali özgertimiz deyişdi. Bu növbetki Prezident Joe Biden hükümetinin nişanı emas. Yani biz Jungoning siyasi tüzülmesini özgertmeymiz. Nişan emas. Jungoning siyasi tüzülmesini özgertiş bizning nişanımız emas. Bu haberni tunji qatam anlaganda vatandaşım arqangizga yiqilib ketisiz ey vatandaş ey. Siz shunda yiqilib ketgansiz, belki ko'rgansiz bu xabarni. Men dedim, ertadan boshlab orliq tahlil qilamiz dedik. Hozir leksiyani sizlarga berib bo'ldik. Tuvanda yana bir ishga g'izgap qilamiz vatandaş.